Odamlarga hayronman, bro. Bu o'tkinchi dunyoda yashab turib, baribir bir-birini aldaydi. Ha, go'yo bu dunyo abadiydek. Bugun foyda bo'lsa bo'ldi, ertasi muhim emas. Ishda aldaydi, savdoda aldaydi, hatto yaqinini ham aldaydi. Ertaga bu dunyoda hamma narsa qolib ketishini bilib tursa ham, qabrgacha olib ketadigan narsa yo'q, lekin vijdonni ham shu yerda tashlab ketishyapti. Bir kunlik foyda uchun yillar davomida yig'ilgan ishonchni sindirishadi. Keyin aytadi, hayot shunaqa deydi. Aslida hayot shunaqa emas. Odamlar shunaqa qilib qo'yishyapti. Hozir odamlar pul uchun nimalardan kechmayapti, bro? Vijdondan kechadi, oriyatdan kechadi. Ba'zilari hatto iymondan ham. Pul kelishi bilan hamma narsa halol bo'lib qolgandek o'ziga o'zi bahona topadi. Lekin pul to'ydira olmaydigan joylar bor. Ko'ngil, vijdon, tinch uyqu. Ichkarida gunohdan yiroq bo'laman, tashqarida esa telefonni qo'lga olib yana o'sha ishlar. Eng qizig'i ma'ruzada bosh silkib tasdiqlaydi. 5 daqiqa o'tib esa butunlay teskarisini qiladi. Dunyoda eng qimmat narsa eng halollik, bro. Biz maymun bo'lsa ham tushunamiz, aldov bilan yutganing bilan yo'qotganing bo'ladi. Ma'ruzani shunaqa jiddiy eshitishadiki, xuddi hammasini hayotga qo'llaydigandek. Ha, ko'chaga chiqishi bilan esa eski odatlarga avtomatik tarzda Ko'rasan, bro, umraga 3-4 marta borib keladi. Har yili deyarli yo'li ochiq. Aslida o'sha pulning yarmini bir bechoraga bersa, balki savobi undan ham kattaroq bo'lardi. Odamlar masjidda o'tirib shunaqa chiroyli ma'ruza eshitadiki, yurak yumshaydi. Boshini qimirlatib, to'g'ri deb o'tirishadi. Lekin ko'chaga chiqishi bilan hammasi unut bo'ladi. Masjidda sabr haqida gap, tashqarida esa teskarisi. eng qizig'ini bugundan o'zgaraman deydi, lekin faqat masjid eshigigacha. Hozir umrachilar juda ko'payib ketdi, bro. Kim bilan gaplashsang, borib ko'rib kelish kerak ekan degan gap. Go'yo ko'rmasang bo'lmaydigandek. Balki bitta kasalning duosimi o'nlab safardan ustundir.